Assalomu alaykum. GKS Pro magistratura kursimizga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga mana shu kursimiz haqida batafsil tushuntirib beraman. Sotib olishdan oldin albatta buni ko'rib chiqsanglar, albatta sotib olasizlar, men sizlarga ishonaman. Birinchi navbatda o'zim tanishtiradigan bo'lsam, men ismim Gafar Jahongir. Ya'ni men 2021-yil bakalavriga GKS grantini yutib, Koreyada o'qib, bitirib O'zbekistonga qaytganman va hozirgi kunda Jahon Consulting kompaniyasining asoschisiman. Koreyaga har yili yuzlab talabalarni o'qishga jo'natamiz. Bular orasida GKS grantini yutgan talabalarimiz ham bor. Misol uchun mana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, magistratura grantini yutgan talabalarimizni anolarini qo'yib qo'yganmiz, ko'rsangiz bo'ladi. Bu bakalavrga bu yil yutgan, hali ramka ham qo'ymaganmiz, xudo xolasa svejisi deydi-ku. Shunaqa 2025-yil magistraturaga bizlarning 3 ta talabamiz GKS magistraturasini yutishgan. O'zi butun O'zbekistondan 40 ta yoki 50 ta 40 tacha oladigan bo'lsa o'rtacha, o'shandan 3 ta talaba imенно bizlarning o'quvchilarimiz hisoblanadi. Ya'ni bundan ko'rishingiz mumkin, bizda o'zi natijalar bor. Bundan tashqari bakalavrga juda ham ko'p o'quvchilar olib kirganmiz, bakalavrga, GKS grantiga, magistraturaga ham olib kirish davom etyapmiz. O'tgan semestrda 3 ta talabamiz kirdi. IELTS 6, 6,5, 5 darajalar bilan Sunchunhan, Aoju va Chonbuk universitetlariga talabalarimiz kirishdi. Bu kurs haqida aytib beradigan bo'lsam, bu kurs 30 ta videodan iborat hisoblanadi. 30 ta videodan iborat hisoblanadi. Bu 30 ta videoda nimalar o'rgatiladi sizlarga? GKS grantini to'g'ri tushunish, birinchi modul GKS grantini to'g'ri tushunish foundation bo'limi. Ya'ni bu yerda sizga GKS grantini to'liq noldan polniy hamma ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin hisoblanadi. GKS strategiya yo'nalishi, ikkinchi modul strategiya eng muhim modul hisoblanadi. Uchinchi modul hujjatlar haqida master klass, hujjatlarni tayyorlash bo'yicha hamma narsani ikir-chikirdan hammasini tushuntiramiz. 4-modul eng muhimi universitet va yo'nalish tanlash strategiyasi, chunki bu narsa sizning hayotingizni, sizni GKS grantini yutish-yutmasligingizni belgilab beradigan bo'lim hisoblanadi. Va 5-modul inshaalloh master class, ya'ni inshoni juda ham muhim hisoblanadi GKS grantiga. Inshoni yozish bo'yicha hamma ma'lumotlarni beramiz. Yozib berganlarni tekshirib beramiz. Har xil Zoom darslarga qatnashib, feedbacklar olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni tarifga qarab turib. Pastda tariflar berilgan, veb-sayt tagida, eng tagida tariflar berilgan, bemalol tanlab ro'yxatdan o'tsanglar bo'ladi. Keyingisi application va to'ldirish, ya'ni application to'ldirish jarayoni ham muhim hisoblanadi. Bu narsani birgalikda Zoom darsida yozib to'ldirib beraman. Video darslikda ham bor. Bundan tashqari yozib tushuntirib ham berishim mumkin. Savollar bo'lsa bemalol bersanglar, to'ldirishga yordam beramiz. Va 7-modul intervyu va natijalar bo'limi, ya'ni siz hujjatlaringizni topshirganingizdan keyin birinchi bosqichdan o'tsiz intervyu bosqichi bo'ladi. Intervyu bosqichida ham polniy o'zimiz birgalikda ishlab, savol-javoblar qilib, feedbacklar berib, intervyuga ham birgalikda tayyorlanamiz va video darsliklar ham bor hammasi. 5-bonus modul eng zo'r moduli. Bonus modul alohida sotuv qiymatiga ega bu narsa. Nimaga degani? GKS magistraturasini yutgan o'quvchilarimiz va tanishlarimizdan 4 tasi bilan Zoom orqali suhbat qilganmiz. O'sha Zoom darslarini qo'yib qo'yganmiz. Bemalol ko'rib, o'zingizlarga xulosa olsanglar bo'ladi. Bu narsa nimaga kerak? Embassy Track, University Track, RD, Global Network, ya'ni har xil GKS yutgan odamlar bilan gaplashganmiz. O'shalar bilan gaplashib, qaysi universitet, qanaqa yo'nalishda topshirgan yaxshi, shu narsadan o'zingizga bilim olishingiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni shunaqa. Hozir men bu kurs haqida to'liqroq ma'lumot berish uchun kompyuterga o'taman. Kompyuterni sizlarga tushuntirishni davom etaman. O'tishimdan oldin men sizlarga ishonaman, GKS magistratura grantini aynan siz yutasiz, chunki mana shu kursni sotib olasiz va mana shu kurs sizga polniy hamma joyingizdan yordam berishi mumkin hisoblanadi. Hamma narsa hayotingiz o'zingiz qo'lingizda. Bitta ko'ring, agar savolingiz bo'lsa, mana bu raqamlarga aloqaga chiqib, hamma savolingizga javob oling. Xudo xolasa GKS magistraturasini siz yutasiz, men sizga ishonaman. Sizni ham har doim GKSchilar deb chaqirishadi. Hammaga rahmat. Albatta bizga aloqaga chiqinglar, GKS grantini yutinglar. Rahmat. Demak, mana kompyuterga o'tib oldim. Hamma darslar mana shunday shaklda olingan, ya'ni web kamerada va kompyuterni ko'rsatib, aslida bizda ko'rsatiladigan narsalar, o'qitadigan, ko'rishinglar kerak bo'lgan narsalar muhim hisoblanganligi uchun men kichkina bo'laman, lekin mana shunday ko'proq kompyuterdan olinib, hamma ma'lumotlarni ketma-ketlikda berib boramiz. Ovozlar ham shunaqa bo'ladi, sifati juda ham yaxshi menimcha. Davom etamiz. Birinchisi GKS Pro magistraturasi grant haqida bo'lni tushuntirib beraman videolar bo'yicha. Birinchi modul GKS ni to'g'ri tushunish foundation bo'limi hisoblanadi. GKS grantini
Birinchi dars GKS granti nima, kimlar uchun haqiqiy imkoniyatligini tushuntirganman. Ikkinchi dars GKS grantini yutsangiz, hayotingiz nima o'zgarishlar bo'ladi, real ssenariylar asosida tushuntirilgan. Uchinchi dars GKS magistraturasi grantining yashirin shartlari haqida rasmiy hujjatlarda yozilmagan shartlari bor. Shu narsa juda ham muhim hisoblanadi. Shu narsani men sizga bittalab kichkina qilib tushuntirib berganman. Har bir video 5, 10, 15 yoki 20, 30 daqiqalik videolar hisoblanadi. Hozir men sizga ko'rsataman bu narsani. GKS grantini yutishda baholash tizimi sizning yutish foizingiz qancha? Bu narsani ham men foiz bo'yicha hisoblab tushuntirib berganman. Keyingisi ikkinchi modul strategiya bo'limi, eng muhim modul hisoblanadi. MBC trackmi, university trackmi, qaysi biri sizga mosligi va keyingisi track tanlashdagi 3 ta eng katta xato bu yerda bundan oldin 5-videoda university track ichidagi 4 ta 5 ta yo'nalishlar bo'yicha har birini bittalab erinmasdan hammasini tushuntirib berganman. 6-video track tanlashdagi 3 ta eng katta xato, 7-video GKS grant yutganlarning profili, ya'ni CV'si, backgroundlarini qanaqaligini tushuntirib berganman sizlarga. 8-video sertifikatlar kuchi, qaysilar ishlaydi, qaysilar ishlamaydi, batafsil ma'lumotlarni berib o'tganman, chunki GKS magistraturasini yutayotganingizda sertifikatlar juda ham katta rol o'ynaydi hisoblanadi. Modul 3 hujjatlari bo'yicha master class, GKS granti guideline-ni birgalikda tahlil qilib chiqqanmiz, ya'ni 2026-yil GKS magistraturasi guideline-ni boshidan boshlab oxirigacha o'qib, tahlil qilib, hammasini tushuntirib berganman. Keyingisi GKS magistraturasi hujjatlarini ro'yxati tayyorlash strategiyasi, qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak, qanaqa tayyorlash kerak, hammasini tushuntirganman. Oldin tayyorlab qo'yish kerak bo'lgan apostil notarial tarjima qilinadigan hujjatlarni hammasini sizlarga tushuntirib berganman bu videoda. Realniy namunalar bilan ko'rsatib, hammasini tushuntirganmiz. Keyingisi GKS magistraturasi granti uchun tavsiyanomani qanaqa yozish kerak, kimdan olish kerak, qanaqa so'rash kerak, hammasini noldan boshlab, blankalari ham bor, qanaqa yozish kerak bo'lganligi hammasini tushuntirganman, qo'yib qo'yganman. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Deadlinelar haqida gaplashganmiz. 4-modul universitet va yo'nalish tanlash strategiyasi, ya'ni siz GKS grantini topshiryapsizmi, yo'nalish juda ham muhim hisoblanadi. Universitet tanlash muhim omillar, reytingami yoki moslikmi? Ya'ni sizga reyting muhimmi, sizga mosi muhimmi? Shu narsani tanlovdagi formulalar, qanaqa tanlash kerakligini tushuntirib o'tganman. Yo'nalish tanlashda kuchli motivatsiya yaratish bo'yicha отдельно video qilib ishlaganmiz. 5-modul insholar bo'yicha master class, chunki bu juda ham muhim hisoblanadi insholarimiz. Personal statement, g'oliblar insho strukturasi bitta misol bilan ko'rsatganman men sizlarga. Qanaqa qilib misollar bilan ko'rsatib, faktu hammasini bittalab tushuntirib berganman qanaqa yozish kerakligini. Personal statement real misollar bilan tahlil qilganmiz. Study plan professor ko'zi bilan yozish bo'yicha master class o'tganmiz. Study plan yutganlarning insholarning anatomiyasi, qanaqa o'zi study planlar GKS grantini yutgan, shu narsani men sizlarga misollar bilan ko'rsatib berganman. Keyingi modul 6-modul application topshirish bo'limi, ya'ni GKS 2026 GKS magistraturasi application form 0 dan boshlab polni to'ldirganmiz birgalikda. 1 soat, yarim soatlik video. Application form to'ldirishdagi eng ko'p uchraydigan xatolarni tushuntirganman. Hujjatlarni topshirishdan oldin tekshirish kerak bo'lgan checklist bor, o'shani checklist qilib, o'shani tayyorladingizmi yoki yo'qmi birgalikda ko'rsatib tushuntirib berganman. Keyingisi 7-modul intervyu moduli, hujjatlar bosqichidan o'tganingizdan keyin intervyuga qatnashasiz. Intervyuda sizni eng muhim bosqich hisoblanadi. Shu intervyuga qarab turib siz GKS grantini yutasiz, yutmaysiz belgilanadi. Suhbatga tayyorgarlik uchun savollar va strategiyalar, ya'ni tushishi mumkin bo'lgan hamma savollar tayyorlangan va mumkin bo'lgan javoblargacha ham hammasini berib qo'yganmiz. Intervyu psixologiyasi, stresssiz javob berish, bu narsa отдельный dars qilganmiz. Ya'ni ko'plar koreys tilingizni zo'r biladi, suhbatga kirganda dabdalasini chiqarib keladi. O'shaning uchun moralniy, psixologически ham tayyorlanishingiz kerak. Shu darsni ataylab qo'shganmiz. Suhbatdan keyin nimalar qilish kerakligini qo'shganmiz va bonus modulimizda GKS grantini yutsangiz, yutganlar bilan real Zoom orqali suhbatlarimizni qo'shib qo'yganmiz. 4 ta odam bilan juda ham eksklyuzivniy suhbatlar bo'lgan. Bu narsa YouTube'ga chiqarilmaydi, faqatgina mana shu kurs foydalanuvchilar uchun belgilangan hisoblanadi. Hammaga rahmat. GKS magistraturasini xudo xolasa darslarda ko'rishguncha pastda tariflarimiz bor. Tariflarning bittasini tanlab turib, mana bu raqamlarga aloqa chiqargan bo'lsanglar, savollarni bemalol bersanglar bo'ladi. GKS magistraturasini aynan siz yutasiz, men sizlarga ishonaman. GKSchilar guruhiga a'zo bo'lasiz xudo xolasa. Hammaga rahmat. Kurslarda ko'rishguncha, Koreyada ko'rishguncha. Rahmat.